Assalomu alaykum va rahmatulloh do'stlar. Bugun sizlar bilan xudo xolasa asinxron JavaScript haqida gaplashamiz. O'zi asinxron nima? JavaScript oddiy holatda yagona ipli bo'ladi, ya'ni sodda qilib aytganda single thread, ya'ni bir vaqt o'zida faqatgina bitta ishni bajara oladi. Asinxron kod bo'lsa, boshqa kodlarni to'xtatmasdan ishlaydi. Masalan, serverdan ma'lumot olish yoki vaqtincha kutish, ya'ni set timeout bilan. Xo'p, bizda eski usul bor, yomon yondashuv deymiz buni, callback usuli. Xo'p, unda qanaqa bo'ladi callback usulida? Xo'p, bu yerda index.js ochilgan, ko'rib turganinglardek har doimgidek setupimiz bor. Xo'p, bu yerga men kod yozaman. Xo'p, birinchi bo'lib biz user ma'lumotlarini olishimiz kerak, keyin foydalanuvchilarni yuklashimiz kerak, keyin profilni yuklashimiz kerak. Xo'p, qanaqa qilamiz? Uning uchun birinchi bo'lib set timeout yozamiz. Buni ichida timeout beramiz, ya'ni 1 sekund berdik, ya'ni 1000 bersak bu 1 sekund hisoblanadi. Console log yozaman. Console log ichiga nima deb yozamiz? Xo'p, birinchi bo'lib ma'lumot olindi. Tak, ma'lumot olindi. Ana endi bundan keyin yana bitta set timeout yozamiz. Set timeout, bunga ham 1 sekund beramiz. Xo'p, ana endi buni ichiga nima deb yozamiz? Console log ichida masalan foydalanuvchini yuklashimiz kerak edi. Ya'ni foydalanuvchini yukladik. Masalan. Xo'p, buni ichida yana nima yozamiz? Buni ichida yana bitta set timeout yozishimiz kerak. Xo'p, ana endi bunga masalan 1 sekund beramiz. Ana endi CLG qilamizda profil yuklandi masalan. Hop, tak, profil yuklandi. Hop, buni o'chirib olib turib boshqatdan saqlanch qilamiz. Ko'rib turganinglardek 1 sekund ichida foydalanuvchi olindi, 2 sekund ichida foydalanuvchini yukladik, keyin profil yuklandi. Ko'rib turganinglardek bu juda yomon usul, bu callback hell deyiladi. Juda kod tartibsiz va tushunish juda ham qiyin bo'lib ketadi. Yechim nima? Promise yoki async await ishlatishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, buni nima qilamiz? Buni kommentga olib turamiz. Ana endi biz promise haqida gaplashamiz. Promise inglizcha so'z bo'lib, qanaqadir bir nimaga va'da berish, ya'ni kelajakdagi natijaga va'da. Ya'ni promise 3 ta narsa qaytaradi, ya'ni 3 ta holatda bo'ladi. Pending deyiladi. Birinchi holati ya'ni kutilayotgan payti, ikkinchi holati fulfilled ya'ni bajarilgani, uchinchi holati ya'ni xato. Bu rejected deyiladi masalan. Xo'p, ana endi qanaqa qilamiz? Bu yerda nima yozishimiz kerak? Birinchi bo'lib biz bu yerda buni sal terminalni kichaytirib olamiz. Ana endi yangi funksiya yozaman. Bu funksiyani deylik nomi get user, ya'ni userni olish. Const hop get user. Hop, bu nima bo'ladi? Bu arrow function. Hop, arrow function bo'ldi. Ana endi nima qilamiz bu yerda buni ichida? Hop, buni ichida biz new birinchi return qilishimiz kerak. Return ichida nima qilamiz? Tak, new promise. Promise qaytaramiz. Promise o'zi ichiga tag callback function oladi. Hop, buni ham yasadik. Ana endi aytganimdek resolve birinchisi, resolve ikkinchi qiymati ya'ni nima bo'ladi? Reject bo'ladi. Ya'ni resolve degani uje success bo'ldi. Ya'ni success degani uje kutilgan natijaga erishildi. Reject qanaqadir error bo'ldi degan ma'noni bildiradi. Xo'p, ana endi biz nima deydi? Simulation qilamiz. Ya'ni o'zimizdan to'qiymiz bu yerda. Xo'p, set timeout ichida yozamiz. Deylik unga 2 sekund beraylik. 2 sekund. Xo'p, ana buni ichida nima yozamiz? Deylik let success deymiz. Buni nima deymiz? True. Ana endi buni ichida tekshiramiz. If success agar true bo'ladigan bo'lsa nima deymiz? Resolve deymiz. Resolve ichida foydalanuvchi yuklandi deymiz. Ya'ni foydalanuvchini yuklab oldik. Ya'ni muvaffaqiyatli bo'ldi degan ma'noni bildiradi. Xo'p, ana endi nima qilamiz? Else buni ichida
else ichida nima yozishimiz mumkin? Reject ichida nima deb yozamiz? Deylik, xatolik yuz berdi. Qanaqadir xatolik yuz berdi. Yoki foydalanuvchi topilmadi. Farqi yo'q. Xohlagan anaqa nima deydi, xatolikni berishinglar mumkin. Xo'p, ana endi nima bo'ladi? Buni qanaqa ishlatamiz? Xo'p, deylik, console log qilamiz. Console log ichida get user deb chaqiramiz. Xo'p, buni sal teparoq chiqaraman. Birinchi ko'rinish oson bo'lishi uchun. Xo'p, ana endi saqlanib qilaman. Ko'rib turganinglardek, bu promise dotda bu pending holatda turibdi. Ya'ni biz to'g'ridan to'g'ri chaqira olmaymiz. Nimaga? Chunki bu promise, bu kelajakda bo'ladigan. Birinchi holat aytganimdek, hozir bu pendingda turibdi. Biza buni fulfilled yoki rejected bo'lganini olishimiz kerak. Deylik, qanaqa qilamiz? Buni yozaman. Const user deymanda get user. Masalan, get user. Bunda qanaqa qilamiz? Buni chaqiramiz. Chaqirgandan keyin nuqta qilib, bizda 3 ta metod bor. Bu yerda catch, finally, then. Xo'p, then deymiz. Ya'ni fulfilled bo'ldimi yoki nima bo'ldi? O'shani tekshirishimiz kerak. Buning uchun bu o'ziga callback function oladi. Ya'ni bu o'zida callback function datani oladi. Ya'ni bu yerda return qilayotgan narsamizni. Xo'p, ana endi yozamiz bu yerdan tak. Xo'p, ana endi tak console log deymiz yoki return desak ham bo'ladi. Return data qilamiz, chunki biz userga anaqa bog'layapmiz buni variable ga. Keyin bu yerda catch qilamiz. Catch o'ziga error function oladi. Bu error function o'ziga error oladi, ya'ni error message. Bu yerda deylik error message ham return qilaylik. Xo'p, ana endi console log qilib user qilaylik. Console log user saqlanib qilamiz. Ko'rib turganinglardek, bu hozir promise botdi. Shu yerda biz bunaqa qilishimiz kerak edi. Buni o'chirib turaylik-da. Ana endi bu yerdan console logga bu yerda qilaylik. Ana endi ko'ramiz. Xo'p, bu yerda ham console log qilamiz. Tak, console log, bu yerda ham errorni qo'ydik. Ana endi ko'rib turganinglardek, 2 sekunddan keyin foydalanuvchi yuklandi deyapti. Chunki biz bu yerda successni true qildik. Ana endi buni false qiladigan bo'lsam, 2 sekunddan keyin bizga error message chiqadi, ya'ni xatolik beradi. Xatolik foydalanuvchi topilmadi. Chunki bu nimaga asoslanib bo'lyapti? Bu yerdagi successni true yoki false ga qarab bo'lyapti. Ana endi nima qilamiz? Xo'p, bu yerda 3-chi metodimiz bor edi. Finally degan narsa bor edi. Finally bu ham o'ziga callback function oladi. Xo'p, deylik, bu yoqqa yozamiz console log. Xo'p, tak yuklandi. Xo'p, ana endi ko'rib turganinglardek 1 2. Ko'rib turganinglardek birinchi xatolik chiqdi, keyin yuklandi chiqdi. Xo'p, ana endi buni men true qiladigan bo'lsam, keyin buni o'chiramiz, saqlanib qilamiz. Xo'p, ko'rib turganinglardek foydalanuvchi yuklandi, keyin yana yuklandi. Ya'ni finally da chiqadi. Xo'p, finally o'zi nima uchun ishlatiladi? Nimaga finally ni qo'shdik? Ikkalasida ham error bo'lsa ham yoki error bo'lmagan taqdirda ham men bu finally ishlayapti. Xo'p, bu juda ko'p paytlarda, shu holatlarda sizlarga zo'r yordamchi bo'lishi mumkin. Masalan, deylik, nima qilamiz? Bu yerda let deymizda is loading deyman. Buni boshida bizda false bo'ladi. Ya'ni frontendda datalarni fetch qilishni boshlagan paytinglarda, ya'ni internetdan tortayotgan paytinglarda qanchadir vaqt kerak bo'ladi. O'sha vaqt davomida siz UI ga, ya'ni ekranga aylanayotgan, ya'ni loading degan bir animatsiyalarni qo'shishingiz mumkin. Buni nimaga qarab qilasiz? Ya'ni bu yerda is loading turibdi. Buni qanaqa o'zgartirishimiz mumkin? Ya'ni birinchi bo'lib bu yerda deylik, buni hop get user chaqiryapmiz, to'g'rimi? Birinchi bu yerda chaqiryapmiz. Ya'ni buni olamanda buni ichida buni paste qilamiz, keyin let deymizda to'g'ri is loading true deymiz. Ya'ni true.
Xo'p, ana endi console log qilamiz. Tak, xo'p, loading. Xo'p, buni nima deymiz? Mana bu is loading true bo'lsa agar buni chiqargin yoki loaded. Ya'ni boshlangan paytda biz true qilishimiz kerak. Bu true bo'lgan paytda biz UI ga nimani chiqarishimiz kerak bo'ladi? O'sha animatsiyani chiqarishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi siz catchga ham qo'yib o'tirmaysiz. Finally ni o'zida, ya'ni mana shuni false ga aylantirib qo'yasiz. Ya'ni deylik console log yuklandi deymiz. Keyin bu yoqda loading is loading to'g'rirog'i is loading to false qilamiz. Ana endi keyin bu yoqdan ham yana loading ga chiqarib qo'yamiz console logga. Hop, kopiya qilsam ichini bu yerga tashlaymiz. Ana endi kutamiz. Mana loading bo'lyapti. Уже loaded bo'ldi. Ko'rib turganinglardek boshlangan paytda bu loading boshlandi. Уже oxirgi paytda, ya'ni finally ichida biz buni false ga o'zgartirdik. Ya'ni datani muvaffaqiyatli уже nima deydi, fetch qilib olib bo'lganinglardan keyin yoki olib bo'lmasanglar ham baribir ya'ni loaderni bitta boshlab bitta tugatish kerak. Bu bitta dona use case. Ya'ni ko'p holatlarda ishlatsanglar bo'ladi. Bu sizlarga kichkina trik hisoblanadi. Xo'p, ana endi 3-yo'lga o'tamiz. Eng yaxshi usuli bu async await usuli bo'ladi. Bu ham sal qiyinroq bo'ldi. Atak yomon emas. Xo'p, nima qilamiz? Birinchi bo'lib buni kommentga olib turaman. Xo'p, kommentariyaga olamiz. Endi async await yo'lini ko'ramiz. Xo'p, ES7 dagi eng zamonaviy va sodda yechim hisoblanadi bu. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Birinchi o'rinda men haligi get user'imni yasab olaman bu yoqda yana bir marta. Ko'rib turganingizdek mana success true, agar success to'g'ri bo'lsa resolve qilgin yoki reject qilgin. 2 sekunddan keyin. Xo'p, ana endi qanaqa qilamiz? Buning uchun men yozaman const xo'p, deylik load user'ni load qilgin. Endi bu nima bo'ladi? Bu function, bu async function bo'ladi. Ya'ni asynchronous. Asinxron degani. Xo'p, ana endi bu arrow function. Ana endi buning ichida nima qilamiz biz? Buning ichida biz try catch yozishimiz mumkin. Try catch ichida ya'ni nima yozamiz? Xo'p, console log deymiz. Xo'p, buning ichida yozishimiz mumkin. Biz yuklanmoqda deb yozishimiz mumkin. Xo'p, yuklanmoqda. Ana endi bundan keyin nima deymiz? Let data for example masalan ingliz tiliga ketyapti, xafa bo'lmaysizlar. Await deymiz. Await degani kutib tur degani. Get user, ya'ni userni chaqiramiz. Mana bu yoqda yoki foydalanuvchi yuklandi deyish kerak yoki xatolik berish kerak bizga. Xo'p, ana endi nima deymiz? Console log qilib datani console log, ya'ni konsolga chiqaramiz. Data. Xo'p, ana endi catch ichida nima qilishimiz mumkin? Console log error qilamiz. Xo'p, error. Ana endi bu yoqda finally ni ham yozishimiz mumkin. Finally bu blok bo'ladi yana. Buning ichida biz yozishimiz mumkin console log ichiga biz yuklandi deb yozishimiz mumkin. Ya'ni yuklandi. Xo'p, ana endi nima qilamiz? Biz userni load qilamiz bu yoqda. Xo'p, saqlanib qilishimizdan oldin konsolni tozalaymiz, saqlanib qilamiz. Yuklanmoqda. Mana foydalanuvchi yuklandi, yakunlandi. Уже tugadi. Ko'rib turganingizdek bu juda oson, sodda. Xohlagan usulinglarni ishlatsanglar bo'ladi, birinchisidan tashqari. Xohlasanglar xo'p, promise ishlatinglar, xohlasanglar async await ishlatinglar, o'zingizlarga qulayini ishlatinglar. Lekin bir xil tempda ketish kerak. Masalan, proyektni boshladingiz, boshida promise, keyin async await, keyin nima deydi? Bu juda yomon oqibatlarga olib keladi. Xo'p, ana endi buni ham kommentariyaga olib turamiz. Biz realniy case ko'ramiz. Ya'ni bizda JSON placeholder degan veb-sayt bor. Xo'p, uning uchun biz Chrome ochib olamiz.
Xo'p, Chrome ochganimda bu yoqda nima bo'ladi? Bu yoqda JSON placeholder degan veb-sayt bor. Xo'p, bu yoqda nimalar bor? Ya'ni xo'p, bu yoqda bizda postlar, userlar, kommentlar, masalan, deylik, to-do'ni bosadigan bo'lsam, ko'rib turganinglardek, bu yoqda user ID 1, title, completed, balobatlar hammasi bor. Xo'p, ana endi nima qilamiz? Buni o'chirib turaman. Biz qanaqa qilib internetdan ma'lumotlarni tortishimiz mumkin? Uning uchun biz fetch function ishlatishimiz mumkin. Bu JavaScript emas, bu browser API hisoblanadi. Bu yoqqa yozaman men fetch. Xo'p, ana endi ichiga haligi URL ni qo'yaman. Ana endi bu ko'rib turganingizdek async. Xo'p, promise hisoblanadi. Ya'ni yozaman tak bu yoqda birinchi final emas, then yozamiz. Thendan keyin nima qilamiz? Bu bizga response qaytaradi, to'g'rimi? Ya'ni javob qaytaradi. Biz bu URL ga request jo'natamiz, so'rov yuboramiz, bu bizga javob qaytaradi, ya'ni response qaytaradi. Xo'p, ana endi nima deymiz? res.json deymiz. Xo'p, bu bizga JSON ga o'girib beradi. Bu ham promise hisoblanadi. Buni ham biz tekshirishimiz kerak. Then qilib bu data qaytaradi bizga. Xo'p, data ana endi tak nima qilamiz? Data bo'ladigan bo'lsa, biz console log qilib datani chiqarishimiz kerak. Xo'p, agar error bo'ladigan bo'lsa, catch qilishimiz kerak. Xo'p. Xo'p, error. Ana endi masalan finally qilishimiz mumkin. Xohlasak qilmasak ham bo'ladi. Hozircha shart emas, kamroq vaqt oladi. Ana ko'rib turganinglardek, hop, bizda konsolda mana to-do'larni ko'rsatyapti. Agar to-do's men buni hozir tozalayveraman. To-do's chiziqcha 1 qiladigan bo'lsam, ko'rib turganinglardek birinchi to-do'ni berdi, ya'ni user ID'si, keyin to-do'ni ID'si, title completed false. Mana ko'rib turganinglardek, mana shunaqa fetch qilsak bo'ladi. Xo'p, buni qanaqa usul bilan qilishimiz mumkin? Buni deylik userni olsak ham bo'ladi bu yoqda, qani? Xo'p, users to'g'rirog'i. Mana ko'rib turganinglardek, pastda bizga user ma'lumotlarini chiqardi. Xo'p, buni qanaqa usul bilan qilamiz? Async await eng yaxshi usul. Men uchun, o'shaning uchun async await usulda ko'rsataman. Buni hozir kommentga olib turaman. Xo'p, bu yoqda mana get user degan function yasadim. Buni ichida try catch, mana response olyapmiz, fetch qilib, keyin datani bundan chiqaryapmiz, keyin console log qilyapmiz. Agar error bo'lsa, error qaytaryapmiz. Mana ko'rib turganinglardek, ya'ni qaytadan bizga userni berdi mana. Konsolni tozalayveraman-da, boshqatdan saqlanib qilaman. Ko'rib turganinglardek, mana userni bizga qaytardi ma'lumotlarini. Xo'p, shu yakuniy qoidalar haqida gaplashsak, xo'p, callback bu juda oddiy, lekin juda ham eski. Bunda siz callback hell muammosiga duch kelasiz. Juda yaxshi usul emas bu. Promise bu ikkinchi usulimiz, promise hisoblanadi. Bu asynchron kodni nima deydi? Tartibli bo'ladi-da. Keyin bunda siz juda ham ko'p nuqta zen ishlatishingiz kerak bo'ladi. Async await juda sodda va tushunarli. Men uchun masalan faqat promise bilan ishlaydi. Masalan xohlagan narsalarni qilsanglar bo'ladi bunda ham. Xo'p. Do'stlar, darsimiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, dars yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, o'rtog'inglarga jo'natib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim. Bu juda ham kanalni o'stirishga, videolarni ko'pchilik ko'rishiga sabab bo'ladi. Hammanglarga oldindan rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.